İmam Muslim İbn Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılan bir hadiste la yedhulul cennete men fi kalbihi misqal zarratin min kibr. Yani kalbide bir misqalçılık, zerreçilik mesela. Bir misqal. O qanchalik narsa ham duamen bir zarraning birimiz acayip ağır virüs bu. Bunda adam cennet girmeydi. Mutekabbir. Çünkü o adam normal hayatga mos kelmaydi onun. Çünkü insan men degenden keyin men kim o degenden keyin Allah bilan u mos kelmaydi. Bir yerga kelinmaydi u. Allah subhanahu va taala bir hadis qudsiyda İmam Buxoriy Abi Hurayradan rivayet qilgan hadis qudsiyda cho'nglik mening dedi. Al-kibriya ridai. Büyüklük mening dedi. Vel azma izari. İnsana yaraşmaydı o, insana yakışmaydı ezelden. Demek insan şunda men çoğun, men kim o degenden keyin birinci to'qonishidığını Allah subhanahu. Çünkü insan degen kim o Allah'ın aldida? Qanchalik narsa o? Ondan keyin atrofidagi meyli dadabalar arasida hatta qarindoshlar arasida, saboqdoshlar arasida, xizmatdoshlar arasida, qo'lim qo'shlar arasida inson o'zini shunda yo'g'on o'ringa qo'ygandan keyin mushkula shu yerdan chiqadi. Biz yuqorida deganlarimizning hammasi shaxsiy insonga shaxsiy bir kishilik insonga ko'rsatgan ta'sir bo'lib qolsa, mutakabbirlik insondan xalqib agar davlat arboblariga bir davlatning xarakteriga singan vaqtida dal biz boshdan oyoq qarshi olgan zolim, zulm, haddidan eshish, boshqalarni ezish, boshqalarning yurt makonlarini tartib elish, boshqalarni qo'g'lab chiqishdek zulm bir davlatda ashaydigan shakl. Chunki davlat arboblari, hokimlar Allah ularga bergan vaqtliq bir imkoniyatlar kim gap qilsa shu gapini anglagan, nimani buyursa ijro bo'layotgan bu ahvol qarab turib, xuddi o'zining har fikri, har gapi kesin ijro bo'lgandek bir xil tuyg'u bo'ladi. Bu kibrlikning boshlanishi. Shuning bilan u qilgan ishlarining hech qaysida Alloh subhanahu va taolaning hisobotiga qatmaydi. Halbuki Allah zalimlarni bütün insanlığa, bütün cahanğa onun zalimliğini, tağiyliğini bildirip durup veyran kılış için, başkalarının hemmesi ibret kılış için ve umli lahum inne keydi metin Sure Araf numara 183. ayette. Deyilgendek, ma'lum vaqt biradi. Bu birilgen vaqtning o'zi bularni texmatini aşırdı. Hamma ish ijro bo'layotgan. Kimga qanday zulm qilsa ketivergan. Mazlumlar ketivergan. Bunun yolu echilivergan. Hammasi buni qo'llayvergan. Bu ahvol bularni texmo yo'g'initib eng oxirida zolim dunyoda Fir'aun gibi mesela Nemrut gibi zamanımızdaki etrafımızda biz ko'rayotgan, bizni buzaq qilayotgan, bizga zulm qilayotgan zolimlar gibi insonlar o'tirg'i chiqadi. Bunun hammasi nima desa bir kichik insondagi kamtarlik bo'lmasligidan bo'layotgan ahvollar. Kamtarlik meselesini oddiy qaramanglar qarindoshlar. Bu insondagi oddiy bir uqumdek tuyg'uni bilan masala yo'g'ingan vaqtida bayat degandek dunyodagi tog'utlar, dunyodagi zolimlar del kamtarlik olmaganlik tufaylidan, mutakabbirlik olganlik tufaylidan o'tirg'i chiqadigan gap. Shunga biz har insonninki cho'ng kichik to'ng'ishlik har qanday insonning kamtarlik bilan ziynatlanishni, islomning bu axloqininki butun jahonga, bütün kişilerninki, bütün Müslümanlarninki ziynatlanishga tegishli muhim axloqligiga biz ishonamiz.